Assalomu alaykum hammaga. Bizlar bugun kamazcha traktorma harakatlar. Ko'rib turganlaringizdek, buni naxlatkasi tamom bo'lib, уже yetgan taqish kerak. Ko'rib turganlaringizdan holdim yomon bo'lib ketdi. Xohlasam uni hozir cho'tkalab, tozalab naxlatkalarini ko'rsatamiz. Yana birisi bor. Buni naxlatchalar sinib bilan ahvoli yomon bo'lib ketgan ekan. Shuni ko'rsatib o'tamiz hozir. Hozir ikkisini ham tozalab, keyin sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ahvolini chek damirlarini so'zchanish yaxshimi? Xo'p, ko'rib turganlaringizdek, biza komozitsiyani cho'tkalab tozalab oldik. Shilsalarni endi bunga shilsa qilsa bo'ladi. Bir narsani aytmoqman. Bunga shu prujinlar o'ynab yotadi. Shular o'ynab yotadi. Shuning uchun bunga har birsini ishlatib urib qotirib chiqdik biza. Endi buni shilsa qilamiz. Ishini xola keladi. Keyin bunga minnet ibellarni naxlatcha qilsak bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, biza buni qoqib, naxlatchalarni qoqib, shilsalarni qoqib bo'ldik. Bu ikkinchi listani ham naxlatchalarni qoqib, shilsalarni qoqib bo'ldik. Agar kimga shuning xizmatli kerak bo'lsa, bemalol nomerlarga murojaat etasizlar.